Bugun men siz bilan juda muhim masalani aniq hisob-kitob bilan ko'rib chiqaman. To'lovlar reallikda qanchaga oshadi? Bu mavzu faqat buxgalterlar, tadbirkorlar yoki kommunal xizmatga mas'ul odamlar uchun emas. Bu har bir xonadon, har bir oila, har bir ijara to'layotgan talaba, har bir kichik do'kon egasi va har oy oxirida yana qancha chiqarkin deb hisob-kitob qiladigan har bir inson uchun muhim. Men bugun umumiy gaplar bilan cheklanmayman. Narx oshdi, tarif o'zgardi, to'lov ko'paydi degan jumlalar o'rtada aslida real hayotda qancha pul turishini ko'rsatib beraman. Ya'ni siz bu videodan keyin o'z uyingiz, o'z oilangiz yoki o'z biznesingiz bo'yicha taxminiy hisobni mustaqil chiqara olasiz. Bu ma'lumot juda kerakli. Chunki noto'g'ri tushuncha ko'pincha noto'g'ri qarorga olib keladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosing. Chunki men bu kanalda moliya to'lovlar, soliqlar, kommunal xarajatlar va oddiy odamning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladigan mavzularni sodda tilda, lekin ekspert darajasida tushuntirib boraman. Avval vaziyat qanday edi? Odamlarning ko'pchiligi oylik to'lovlarga odatlanib qolgan edi. Masalan, bir oila elektr uchun oyiga haqiqiy 1000 so'm, gaz uchun 6000 so'm, suv uchun 4000 so'm, chiqindi va boshqa xizmatlar uchun yana 4000 so'm to'lab yurardi. Umumiy kommunal xarajatlar, yashash joyi, mavsum va iste'molga qarab taxminan 200 mingdan 500 ming so'mgacha bo'lishi mumkin edi. Lekin tariflar, limitlar, hisoblash tartibi yoki imtiyozlar o'zgargan paytda odamlar faqat bitta savolni beradi. Endi qancha to'layman? Mana shu savolga javob berish uchun faqat foizni bilish yetmaydi. Masalan, kimdir to'lov 20% ga oshadi desa, bu hamma uchun bir xil degani emas. Bitta oilada 20% lik o'sish 30 ming so'm bo'lishi mumkin, boshqa oilada esa 300 ming so'mga chiqishi mumkin. Sababi iste'mol hajmi, uy maydoni, odamlar soni, uskuna turi, isitish usuli va hatto odatlar ham natijaga katta ta'sir qiladi. Eng katta xato shuki, ko'pchilik tarif oshishini faqat bitta raqam sifatida ko'radi. Aslida esa to'lov 3 ta asosiy omildan shakllanadi. Birinchisi tarif, ya'ni bir birlik narxi, ikkinchisi iste'mol hajmi, uchinchisi hisoblash qoidasi. Agar tarif oshsa, lekin siz iste'molni kamaytirsangiz, umumiy to'lov juda katta oshmasligi mumkin. Aksincha tarif biroz oshib, iste'mol ham ko'payib ketsa, to'lov keskin sakraydi. Masalan, avval siz elektr energiyasidan oyiga 200 kWh foydalangan bo'lsangiz va har bir kilovat uchun shartli ravishda 1,5 so'm to'lagan bo'lsangiz, oylik elektr to'lovi 90 ming so'm bo'lgan. Agar yangi tarif 600 so'm bo'lsa, xuddi shu 200 kilovat uchun 20 ming so'm to'laysiz. Bu yerda o'sish 30 ming so'm. Lekin agar yangi davrda konditsioner, elektr pech, suv isitgich yoki qo'shimcha maishiy texnika sabab iste'mol 300 kilovatga chiqsa, to'lov 1,60 ming so'm bo'ladi. Ya'ni oshish endi 30 ming emas, 9 ming so'm bo'ladi. Farq mana shu joyda. Asosiy qism nimani bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim kamroq xavotir qilsa bo'ladi? Birinchi navbatda men har bir tomoshabinga shuni aytaman. O'z to'lovingizni tushunish uchun avval o'z iste'molingizni biling. Biz ko'p ishlatmaymiz degan gap aniq hisob-kitob emas. Hisoblagich ko'rsatkichi, kvitansiya, ilova yoki shaxsiy kabinetdagi tarix kerak. Oxirgi 3 oy, yaxshisi oxirgi 6 oy bo'yicha raqamlarni ko'ring. Ayniqsa elektr va gaz bo'yicha qish-yoz farqi katta bo'ladi. Keling, birinchi misolni oddiy xonadon bo'yicha ko'ramiz. Toshkentda yoki viloyat markazida yashaydigan 4 kishilik oila bor. Uyda muzlatgich, kir yuvish mashinasi, televizor, Wi-Fi router, dazmol, choynak, ba'zan konditsioner ishlaydi. Oila oyiga o'rtacha 220 kWh elektr sarflaydi. Eski tarif shartli ravishda 20 ming so'm bo'lsa, to'lov 99 ming so'm chiqadi. Yangi tarif 6000 so'm deb olsak, to'lov 1032 ming so'm bo'ladi. O'sish 63 ming so'm. Ko'rinishidan juda qo'rqinchli emas. Lekin shu oilada elektr choynak kuniga 5-6 marta ishlasa, konditsioner yozda har kuni 6-8 soat yo'qilsa, elektr suv isitish bo'lsa, iste'mol 220 emas, 360 kilovatga chiqishi mumkin. Eski tarifda 360 kilovat 1,1 ming so'm bo'lardi. Yangi tarifda 228 ming so'm bo'ladi. Bu yerda farq 27 ming so'm. Agar tarifdan tashqari limitdan yuqori iste'molga alohida narx qo'llansa, to'lov bundan ham yuqori chiqishi mumkin. Shu sababli mening qo'shnim 1,5 ming to'ladi. Men nega 2,5 ming to'ladim? degan savolning javobi ko'pincha iste'molda bo'ladi. Ikkinchi misol, gaz bilan isitiladigan uy. Hovlida yashaydigan oila qishda gazni faqat ovqat pishirish uchun emas, balki isitish uchun ham ishlatadi.
Yozda gaz to'lovi 30 ming so'm bo'lishi mumkin. Chunki faqat plita va ba'zan suv isitish ishlatiladi. Lekin qishda isitish qozoni ishlaganda oyiga gaz sarfi bir necha barobar oshadi. Masalan, yozda 600 kub metr gaz ishlatilsa, qishda 500 kub metrga chiqishi mumkin. Agar tarif oshsa, qishdagi to'lov juda sezilarli bo'ladi. Sharhli hisob qilamiz. Avval 1 kub metr gaz 360 so'm bo'lgan. Endi 500 so'm bo'ldi deb tasavvur qilaylik. Yozda xattim kub metr uchun avval 3400 so'm, endi dardim 1000 so'm to'laysiz. Farq tog'ini 600 so'm. Bu ko'pchilik uchun chidasa bo'ladigan o'sish. Lekin qishda 500 kub metr uchun avval 1090 ming so'm, endi 2000 ming so'm to'laysiz. Farq 6000 so'm. Agar uy issiqlikni yomon ushlasa, derazalar eski bo'lsa, eshiklardan sovuq kirsa, gaz sarfi 700 kub metrga chiqsa, yangi tarifda 2000 ming so'm bo'ladi. Shuning uchun bir xil tarif hammaga bir xil ta'sir qilmaydi. Uchinchi misol ijarada yashovchilar. Ijarachilar uchun muammo shundaki, ko'pincha ular kommunal to'lovni alohida to'laydi. Lekin hisoblagichlar egasi nomida bo'ladi. Ba'zan uy egasi kommunalni o'zingiz to'laysiz deydi. Lekin oldingi qarzdorlik bormi? Hisoblagich to'g'ri ishlaydimi? Kvitansiyada nimalar bor? Buni ijarachi tekshirmaydi. Tarif oshgan davrda bu yanada xavfli. Chunki kichik qarzdorlik penya yoki oldingi davr hisoblari ham yangi to'lov bilan birga kelib, odamga hammasi oshib ketibdi degan tasavvur beradi. Masalan, talaba 2 xonali kvartirada yana 2 kishi bilan yashayapti. Oyga elektr bitaqsim kilovat, suv 2 kub metr, gaz minimal. Oldin jami kommunal to'lov bitaqsim 1000 so'm bo'lgan. Tariflar o'zgargach, bu 2 yil o'tincha 2000 ming so'mga chiqishi mumkin. 3 kishiga bo'linsa har biriga 20-25 ming so'm atrofida qo'shimcha yuk tushadi. Lekin agar kvartirada elektr isitgich ishlatilsa, elektr plita bo'lsa yoki konditsioner ko'p ishlasa, elektrning o'zi 300-400 kilovatga chiqib ketadi. Shunda har bir ijarachi qo'shimcha aymex tekajin ming so'm ko'proq to'lashi mumkin. 4-chi misol, kichik biznes. Masalan, kichik nonvoyxona, go'zallik saloni, mini market yoki tikuv seksi. Bu joylarda to'lov faqat oila byudjetiga emas, mahsulot narxiga ham ta'sir qiladi. Agar tadbirkor oyga elektr uchun 1 million so'm to'lagan bo'lsa va tarif yoki iste'mol sabab bu 1 million 300 mingga chiqsa, u bu 300 mingni qayerdandir qoplashi kerak. Yo foydasi kamayadi, yo narxini oshiradi, yo boshqa xarajatni qisqartiradi. Shu sababli to'lovlarning oshishi oxir-oqibat bozordagi narxlarga ham bilvosita ta'sir qiladi. Kichik salonni olaylik. Fen, yoritish, konditsioner, suv isitish, sterilizatsiya uskunalari ishlaydi. Oldin elektr sarfi 700 kilovat bo'lgan. Tarif 700 ming so'mdan 325 ming so'm. Yangi tarif 600 so'm bo'lsa, 720 ming so'm. Farq 25 ming so'm. Bir qarashda salon uchun bu juda katta emas. Lekin ijara, ish haqi, mahsulot, sog'liq, internet, suv va boshqa xarajatlar ham oshsa, umumiy bosim sezilarli bo'ladi. Shuning uchun biznes egasi har bir xarajatni alohida emas, umumiy pul oqimi sifatida ko'rishi kerak. Kim ko'proq xavotir olishi kerak? Men birinchi navbatda yug'ori iste'mol qiladigan xonadonni aytaman. Ya'ni katta hovlilar, elektr isitish ishlatadiganlar, gaz bilan isitadigan, lekin uyini yaxshi izolyatsiya qilmaganlar. Konditsionerni ko'p ishlatadiganlar, elektr suv isitgichga tayanadiganlar. Ikkinchi guruh bu ijarachilar. Chunki ular ko'pincha hisobni nazorat qilmaydi. Uchinchi guruh kichik biznes egalari. Chunki kommunal xarajatlar ularning mahsulot va xizmat narxiga kiradi. 4-chi guruh qarzdorligi bor abonentlar. Chunki qarz, penya va yangi tarif aralashib ketganda real yuk og'irlashadi. Kim kamroq xavotir qilsa bo'ladi. Agar sizning iste'molingiz past bo'lsa, uyingiz kichik bo'lsa, hisoblagichlar tartibda bo'lsa, oldindan qarzdorlik bo'lmasa va siz energiyani ongli ishlatsangiz, to'lovlar oshadi, lekin siz uni boshqarishingiz mumkin. Masalan, oyga elektr 100 kilovat bo'lsa, tarif dartib 2 so'mdan 600 so'mga chiqsa, to'lov 10 mingdan 6 mingga oshadi. Farq 11 ming so'm. Bu ham pul, albatta, lekin katta oilaning 400 kilovatlik iste'moli bilan solishtirganda bosim ancha past. Asosiy qism 2, istisnolar, yashirin xavflar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlar. Endi eng muhim nuanslarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, tarif oshishi va hisoblagichdagi xatolikni adashtirmang. Ba'zan odam to'lov 2 barobar oshdi deydi. Tekshirsak, hisoblagich bir necha oy o'qilmagan, keyin birdan umumiy sarf kiritilgan bo'ladi. Masalan, 3 oy davomida sizga o'rtacha hisob yozilgan.
Keyin real ko'rsatkich olinib, farq qo'shilgan. Natijada bitta oyda juda katta summa ko'rinadi. Bu tarif oshgani uchun emas, oldingi oylarning tuzatmasi bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat eski qarzdorlik. Kvitansiyada joriy to'lov, qarzdorlik, penya, qayta hisob-kitob degan satrlar bo'lishi mumkin. Agar odam faqat yakuniy summani ko'rsa, mana yangi tarif shuncha qilib yubordi deb o'ylaydi. Aslida esa yakuniy summaning bir qismi oldingi qarz bo'lishi mumkin. Shu sababli har doim to'lov hujjatida aynan qaysi davr uchun qancha hisoblanganini ajratib ko'rish kerak. Uchinchi nozik jihat limit yoki ijtimoiy norma bo'lsa, uning ta'siri. Ba'zi tizimlarda ma'lum miqdorgacha arzonroq, undan oshsa qimmatroq tarif qo'llanishi mumkin. Bunday holatda sizning iste'molingiz limitdan 5-10% oshsa ham to'lov kutilgandan ko'proq chiqadi. Masalan, 200 kilovatgacha bir narx, undan yuqorisi boshqa narx bo'lsa, 2000 kilovat ishlatgan odam bilan videorat ishlatgan odam o'rtasida farq faqat 20 kilovat emas. Tarif bosqichi sabab sezilarli bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat mavsumiylik. Qishda gaz va isitish, yozda elektr va suv ko'proq sarflanadi. Shuning uchun aprel oyidagi to'lovni yanvar oyidagi to'lov bilan solishtirish noto'g'ri. To'g'ri solishtirish uchun o'tgan yilning aynan shu oyini ko'rish kerak. Masalan, 2023 yil iyul oyidagi elektr sarfi bilan 2024 yil iyul oyini solishtiring. Shunda tarif ta'siri va iste'mol ta'sirini ajrata olasiz. 5-nozik jihat maishiy texnika samaradorligi. Eski muzlatkich, eski konditsioner, sifatsiz elektr isitgich va doim yo'qolib turadigan chiroqlar juda katta farq qiladi. Ko'pchilik 10-20 ming so'mlik tejashli mayda narsa deb o'ylaydi. Lekin elektr choynakni keraksiz qaynatmaslik, konditsionerni 15 darajaga emas, 24-25 darajaga qo'yish, eski lampalarni LED lampalarga almashtirish, suv isitgichni doim maksimal rejimda ushlamaslik oy oxirida seziladi. Bir oyda 30 ming so'm tejaladi desak, yiliga 360 ming so'm. Agar bir nechta odat o'zgarsa, yiliga 20 million so'mgacha tejalishi mumkin. 6-nozik jihat suv to'lovlarida odamlar soni va hisoblagich masalasi. Agar hisoblagich bo'lmasa, ko'pincha to'lov ro'yxatida turgan odamlar soni yoki belgilangan norma bo'yicha hisoblanadi. Aslida uyda 2 kishi yashasa, lekin ro'yxatda 5 kishi tursa, siz ortiqcha to'layotgan bo'lishingiz mumkin. Aksincha hisoblagich bor. Lekin suv sizib chiqayotgan bo'lsa, kran tomchilasa, unitaz bakidan suv tinmay oqsa, oyiga bir necha kub metr ortiqcha sarf bo'ladi. Bir tomchi katta pul emasdek tuyuladi, lekin butun kun davomida uzluksiz oqim kvitansiyada ko'rinadi. 7-nozik jihat umumiy uy xarajatlari. Ko'p qavatli uyda lift, umumiy yoritish, podval nasoslari, kirish yo'lagi chiroqlari shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi to'lovlari ham bo'lishi mumkin. Ba'zan odam faqat xonadon ichidagi elektrni o'ylaydi, lekin umumiy joylar uchun ham ulush to'laydi. Agar boshqaruv kompaniyasi xarajatlari oshsa, yakuniy kommunal yuk ham oshadi. Shu sababli men uyda kam ishlataman, nega to'lov ko'p deganda umumiy uy xarajatlarini ham tekshirish kerak. 8-nozik jihat tadbirkorlar uchun shartnoma shartlari. Yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida to'lov qilayotganlar aholiga nisbatan boshqa tarifda bo'lishi mumkin. Shartnomada quvvat limiti, hisoblash usuli, penya oldindan to'lov talabi, reaktiv energiya kabi texnik bandlar bo'lishi mumkin. Oddiy xonadon uchun bular kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin biznes uchun juda muhim. Agar tadbirkor shartnomani o'qimasa, keyin kutilmagan qo'shimcha xarajatlarga duch keladi. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 6 oy uchun barcha to'lovlaringizni yig'ing. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi, internet, agar biznes bo'lsa, ijara va xizmat ko'rsatish xarajatlarini ham alohida yozing. Buni oddiy daftar, Excel jadvali yoki telefon eslatmasida qilsangiz ham bo'ladi. Muhimi, taxminan emas, aniq raqam bo'lsin. Ikkinchi qadam, har bir xizmat bo'yicha iste'mol hajmini yozing. Elektrda kilovat soat, gazda kub metr, suvda kub metr, issiqlikda hisoblash birligi qanday bo'lsa, o'sha. Faqat pul summasini yozish yetarli emas. Chunki pul tarifga bog'liq, iste'mol esa sizning xatti harakatingizni ko'rsatadi. Agar pul oshgan, lekin iste'mol ham oshgan bo'lsa, muammo faqat tarifda emas. Agar iste'mol bir xil lekin pul oshgan bo'lsa, tarif yoki qo'shimcha hisob-kitob ta'sir qilgan. 3-qadam, kvitansiyani satr-satr tekshiring. Joriy hisob, oldingi qarz, penya, qayta hisob, imtiyoz, to'langan summa degan joylarni alohida ko'ring. Agar tushunmasangiz, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning abonent bo'limiga
Boring yoki rasmiy ilova orqali murojaat qiling. Borayotganda pasport, mulk hujjati yoki ijara shartnomasi, hisoblagich raqami, oxirgi to'lov cheklari. Hisoblagichning hozirgi ko'rsatkichi tushirilgan suratni olib boring. Agar siz ijarachi bo'lsangiz, uy egasi bilan oldindan kelishib oling. 4-qadam, hisoblagich ko'rsatkichini har oy bir kunda yozib boring. Masalan, har oyning ilk sanasi ertalab elektri, gaz va suv hisoblagichini suratga oling. Surat telefoningizda qoladi, sana avtomatik saqlanadi. Bu keyin nizoli vaziyatda juda foydali bo'ladi. Agar kvitansiyada boshqa ko'rsatkich chiqsa, sizda dalil bo'ladi. 5-qadam, iste'molni kamaytirish rejasini tuzing. Elektr bo'yicha eng ko'p sarflaydigan qurilmalarni aniqlang. Konditsioner, isitgich, suv isitgich, elektr plita, dazmol, eski muzlatgich. Gaz bo'yicha isitish tizimini tekshiring. Qozon sozmi, radiatorlar havolanmaganmi, deraza eshiklardan sovuq kirmaydimi? Suv bo'yicha kran va unitaz bakini tekshiring. Bu oddiy ishlar ko'pincha tarifdan ham ko'proq tejash beradi. 6-qadam, agar imtiyozga haqli bo'lsangiz, uni rasmiylashtiring. Pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar yoki boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlar uchun ayrim to'lovlarda imtiyoz yoki kompensatsiya mexanizmlari bo'lishi mumkin. Buni mahalla ijtimoiy himoya bo'limi, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot yoki MyBank.gov uz kabi rasmiy platformalar orqali aniqlang. Kerak bo'ladigan hujjatlar odatda pasport, ariza, daromad ma'lumotlari, nogironlik yoki pensiya hujjati, yashash joyi bo'yicha ma'lumot va to'liq kvitansiyalari bo'lishi mumkin. 7-qadam, agar hisob noto'g'ri deb o'ylasangiz, og'zaki boshlashib yurmasdan yozma murojaat qiling. Arizada familiya, ism, manzil, abonent raqami, muammo mazmuni, qaysi davr uchun hisob noto'g'ri deb hisoblayotganingiz va ilova qilinayotgan hujjatlarni yozing. Masalan, 2024 yil may oyi uchun elektr energiyasi bo'yicha hisoblangan summa iste'mol ko'rsatkichlariga mos kelmaydi. Qayta hisob kitobi qilib berishingizni so'rayman. Arizaga kvitansiya nusxasi, hisoblagich surati, to'lov cheklari ilova qilinadi. Murojaatni qabul qilganlik haqida raqam yoki belgi oling. 8-qadam. Oilaviy byudjetda kommunal to'lov uchun alohida limit qo'ying. Masalan, oldin oyiga 400 ming so'm to'lagan bo'lsangiz, yangi sharoitda 500 ming so'mni rejalashtiring. Agar real to'lov 400 ming chiqsa, farq zaxirada qoladi. Agar 600 ming chiqsa, qaysi xizmat oshirganini darhol ko'rasiz. Eng yomoni oy oxirida to'lovlarni kutilmagan zarba sifatida qabul qilish. Oldindan rejalashtirish odamga ruhiy va moliyaviy barqarorlik beradi. 9-qadam. Biznes egalari mahsulot tannarxini qayta hisoblasin. Elektr, gaz, suv, ijara va ish haqi oshgan bo'lsa, mahsulot yoki xizmat narxini hissiyot bilan emas, formula bilan belgilang. Bir oyda nechta mahsulot sotyapsiz? Kommunal xarajat bir mahsulotga qancha tushyapti? Foyda marjasi qancha? Shuni hisoblang. Aks holda tadbirkor narxni oshirmayman, mijoz ketib qoladi deb yurib, oxirida zarar bilan ishlashi mumkin. Xulosa shuki, to'lovlar reallikda qanchaga oshishini bilish uchun faqat tarifga qarash yetarli emas. Siz tarifni, iste'mol hajmini, limitlarni, qarzdorlikni, mavsumiylikni va hisoblash tartibini birga ko'rishingiz kerak. Bitta oilada oshish 200 ming so'm bo'lishi mumkin. Boshqa oilada 200 ming so'mga yetishi mumkin. Farqning asosiy sababi odatda iste'mol hajmi, uy sharoiti va nazorat darajasida bo'ladi. Men sizga tavsiya qiladigan eng muhim ish. Bugunoq oxirgi kvitansiyalaringizni oching, hisoblagich ko'rsatkichlarini yozib oling va o'z jadvalingizni tuzing. Shunda siz to'lovlar ustidan nazoratni qo'lga olasiz. Nazorat bor joyda vahima kamayadi, noto'g'ri hisob aniqlanadi. Tejash imkoniyati paydo bo'ladi. Sizning holatingizda to'lovlar qancha oshdi? Elektr, gaz, suv yoki boshqa xizmatlarda eng katta farq qayerda sezildi? Izohlarda yozib qoldiring. Men va boshqa tomoshabinlar uchun bu juda foydali real tajriba bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu mavzu hammaning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi.